8 olganman 5 marta. Hozir juda ham katta maqsad qo'yganman o'zimga. Yoz ichida yana topshirib, o'zim ustimda yaxshiroq ishlab, yaxshiroq ball olish niyatim bor. Dars o'tishim tarzimni ajralib turish jihati student centered, ya'ni o'quvchiga centered bo'lgan dars o'tishimda. Mana darslarimda men mana shu guruhni classroomni bitta bo'lagiman. Albatta backgroundim business schooldan kelgan bo'lgani uchun SWOT analysis qilaman. Bu analiz aslida yangi kompaniya tuzilganda yoki kompaniyalar yomon tomon ketganda qanaqa olib chiqish haqida, lekin men bu narsani o'quvchilarimga ishlataman. Mana shu teamwork, jamoaviy ishlash menga juda ham yoqadi bizning maktabimizda. Ismim Shohida. Yoshim 29 da Millat umidi maktabida IELTS dan dars beraman. Xo'p, bakalavrni Janubiy Koreyada, Seulda, Sejong universitetida bitirganman. Yutuqlarimga kelsak, menimcha bu juda ham subyektiv fikr. Hamma nisbiy oladi. Men aniq boshqa o'qituvchilarga o'xshab 10 yil, 20 yildan bir dars beraman, shuncha mingta o'quvchim bor deya olmayman. CELTA sertifikatini olganimdan keyin men aniqroq tushundim o'qituvchilik qanaqa qilish kerak, qanaqa metodlardan foydalanish kerak. Muammo bo'lib qolganda qaysi yo'l orqali o'qitishga, qaysi yo'l orqali qarash kerakligini aniqroq tushundim. Menimcha CELTA yutuq emas, lekin menga ko'proq advantage berdi o'qitishda, teachingda. Men teaching nimasini yaxshi ko'raman? To'g'risini aytaman, boshqa o'qituvchilar ham biladi, ba'zida challenging, ya'ni qiyin bo'ladi teaching. Ayniqsa men 2 yosh farzandim bor, kelinman, oilaliman va full time teacherman. Menda muammo bo'ladigan narsa vaqt bilan ozgincha muammo bo'lishi mumkin. Sense of purpose, ya'ni mana shu qilayotgan ishimdagi maqsadim meni keep going qilishimga, davom etishimga yo'l beradi. IELTS dan 8 olganman 5 marta. Xudo xohlasa yaqinda o'zgaradi. Shuni ustida juda ham qattiq ishlayapman. Juda ham yetmay qolyapti, undan yaxshiroq bo'lishga. Menimcha IELTS tomonidan bitta eng yutuqli joyim speakingim bo'lsa kerak. Ko'p o'quvchilar shunaqa deyshadi. 8,5 speakingim. Hozir juda ham katta maqsad qo'yganman o'zimga. Yoz ichida yana topshirib, o'zim ustimda yaxshiroq ishlab, yaxshiroq ball olish niyatim bor. Chunki bu faqat men uchun emas, o'quvchilarimni ham motivatsiya qilishimga yordam beradi deb o'ylayman. Dars o'tishim tarzimni ajralib turish jihati student centered, ya'ni o'quvchiga centered bo'lgan dars o'tishimda. Ya'ni butun boshli dars o'qituvchi doskani oldida o'qituvchi darsni tushuntirib berish haqida emas. Mana darslarimda men mana shu guruhni classroomni bitta bo'lagiman. Men o'ylayman, o'qituvchi faqat tushuntirish emas, o'quvchilarni tushunishi, qaysi birini weak point nimadaligini bilib, ana shu narsaga qanaqa qilib uni ko'tarsa bo'ladi. Ya'ni maximize qilish emas, qanaqa optimize qilsa bo'ladi. Shu tomoni orqali harakat qilaman tushuntirishga. Menda albatta backgroundim business schooldan kelgan bo'lgani uchun SWOT analysis qilaman. Bu analiz aslida yangi kompaniya tuzilganda yoki kompaniyalar yomon tomon ketganda qanaqa olib chiqish haqida, lekin men bu narsani o'quvchilarimga ishlataman. SWOT analysis, ya'ni strengths, kuchli tomoni, weakness, zaif tomoni, opportunity nima qilsa bu yaxshiroq bo'ladi va threat qaysi tomonlar bunga juda ham yomon. Mana shu 4 narsani o'quvchilarga SWOT analysis qilib, mana shu usulda ishlashga harakat qilaman. Chunki men o'zim o'ylaymanki, hamma narsani hammaga tushuntirishi keragi yo'q. Yomon tomonlari, ya'ni zaifroq tomoniga harakat qilamiz yaxshilashtirishga. Uje yaxshi bilgan tomonlar, kuchli tomonlari bilan bo'lsa, shunchaki sayqallashtirib, ya'ni polish qilsa bo'ldi, yetarli deb o'ylayman. Oldin ishlagan joylarim bilan solishtirib qaraganda, Millat umidida sense of camaraderie deydi. Spirit borda, ya'ni teamwork. Hammamiz ertalabda kelamiz, birgalikda zavtrak qilamiz o'qituvchilar bilan. Kun davomida ba'zi bo'ladi shunaqa qiyinroq bo'lgan kunlarimiz ham bir-birimizga bergan motivatsiyamiz orqali oson bo'ladi. Mana shu teamwork, jamoaviy ishlash menga juda ham yoqadi bizning maktabimizda. Hozir farzandlarim kichkina, bog'cha yoshida, lekin maktab yoshiga to'lsa, mana ishlaydigan ona sifatida
farzandim ertalabdan kechgacha safe bo'lishini, qorni to'q bo'lishini, darsini qilib, vazifalarini qildirib yuborishlarini va men xotirjam bo'lishimni xohlarmidim? Albatta, albatta ha. Agar farzandingiz bizni maktabimizga qo'shilishni xohlasangiz, ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.